Bu bo'rilar chiqqan paytda bizni Murod ham o'sha payt Murodxon To'rayev musobaqalarga chiqib, mana videolar chiqib, mana shunaqa yurgan payti bo'lgan. Bizning bo'rilar kino chiqqan. Biz o'sha kinoda ko'rardik. Bo'rilarga Murodlar tushardi hozir. Kinoga tog'damiz bochkada o'sha bolalar bilan o'rtoqlar 5-6 bolalar o'tiribmiz. Murod sho't degan deb bolalar aytishdi, Murodxon To'rayev sho't degan. Ular hammasi sportsmenlar, bilasiz, qanaqa yurardi o'sha payt, ya'ni. O'shanda Alloh rahmat qilsin, ular to'g'ri chiqib ketgan, orqasida brachkalari, o'shani o'rtoqlari sportsmen bolalar chiqyapti. Ayni o'tirin. Bo'rilar ayularni ko'rganda liboy qochadi, dotdi-da. Ana gap ana haqida. Mana anaqa urush qolib olaydim. Qaytish yo'q edi. Nima bo'ldi? Tushdimda, nima deyapsan? Nima degani bo'rilar. O'sha yerda Murod misol uchun sportsmen, hammasi sportsmen. Meni o'rtoqlarim o'tdi sportsmen o'rtoqlarim yo'q edi. Hammasi biznesmen, ya'ni o'qiydigan bolalar. Xullas, o'sha yerda agar Murod ispridel bola bo'lganda, kuchi yetardi, bemalol sochib tashashga. Nima bo'ldi deb? Ama aytolman, nima bo'rilar ayularni ko'rganda qochib ketadi, yo'q otdi. Gapi bo'lsa-da, birga bir ko'ramiz. Ismingiz nima edi? Jalil ismimsa. Men sizni Sardor deb bilganman. Men sizni hurmat qilaman. Biz o'zbekmiz. O'zbeklar bir-biriga kuchini ko'rsatmaydi, tim bo'lib men sportsmenlarni hurmat qilaman deb Murod. 5 ol deb turib, 5 oldirib, o'sha yerda tanishib ketilganda.